Piyozni halqa qilib to'g'rang, uni kichik qozonda qaynatib chiqing va dorixonaga yurishlar tugaydi. Biz butun hayotimizni dorixonalarda o'tkazamiz. Aslida esa mo'jizaviy vosita muzlatkichimizda saqlanadi. Kerak bo'lgan narsa: bitta katta bosh piyoz, 0.5 litr suv. Bularni birga qozonga solib 10 daqiqa qaynatamiz. Piyoz qaynadimi, gazni o'chiramiz va suyuqlikni stakanga suzamiz. Stakanni olamiz, elakdan o'tkazamiz, bizga faqat suvi kerak, lukning o'zi mutlaqo kerak emas. Suyuq qismini oldik, endi unga 1 choy qoshiq qanola yog'i, zaytun yog'i ham bo'ladi. 1 choy qoshiq tabiiy asal. Bularni yaxshilab aralashtiramiz, to'liq eriguncha. Natijada sizda super tabiiy, sinovdan o'tgan vosita tayyor bo'ladi. Yo'talga, shamollashga, gripp alomatlarini yengillashtirishga, umuman ko'plab kasalliklarga qarshi 100% ishlaydi. Sinovdan o'tgan. Kasallik mavsumi yaqinlashmoqda. Eslab qoling, like bosing, kanalga obuna bo'ling, chunki men sizga minglab foydali maslahatlar beraman.